Operatsiya qilgan ayollar ichida eng yoshi kattasi necha yosh bo'lgan va bu jarayon qanday kechgan? Juda ko'p bo'lgan, ulardan bittasi esimda qolgan, 83 yoshli onaxon. Oho. 21 yil siydik chiqib ketishi bilan bezovta bo'lgan. Ya'ni siydik ushlolmaslik, kelganlarida faqat pampersda yurgan. Kuniga 4 ta 5 ta katta pampers og'ir bo'lib ketadi. Shu siydik chiqarish kanali, ikkita sonni ichki sohasi hammasi yara bo'lib ketgan. Juda yomon holatda. U ya'ni yaralarini tuzatib, keyin biz ularni operatsiyaga tayyorlab, yuraklarida muammolari bor edi, qandli diabet, ularni hammasini endokrinolog bilan birga ishlab saharlarni tushirib keyin operatsiya qilganmiz. Maxsus lenta bor, ya'ni siydik ushlolmaslik uchun qo'yiladigan. U lentani qo'yib, undan keyin dorilar bilan davoladik. Xudoga shukr, hozirgi kunda yaxshi. Har doim qizlari, kimdir qarindoshlari yo kimgadir tavsiya qilsa, salom aytaveradi, rahmat aytadi. Ayrim vaqt o'zimizga kelib ko'rinib ketadilar. Juda xursandlar. Eng shu esimda qolgan 83 yoshli bemorimiz. Kasbingdan baraka top degani shu bo'lsa kerak Zayn aka. 83 yoshli bemorga qayta hayot. Juda ta'sirlanganlar. Biz uni ijtimoiy shanamizda, Instagramimizda ham qo'yganmiz. Shuncha yil qiynalib yurganman, shu biroz kelib shu operatsiyani qildirsam, shu vaqtdan qutulib ketardim deydi-da. Endi baribir 83 yoshda to'qimalar, operatsiya, baribir tiklanish jarayoni sal qiyin bo'ladi. Ya'ni 60 yoshiga nisbatan.